Akalar, hozir Tracker 2 ga lifehack o'rgatib qo'yaman. Buni lifehackni Tracker 2 si bor akalarga tez jo'natib qo'yamiz. Video yoqqanlar bo'lsa, like, podpiska ayamizlar. Tracker 2 si bor akalarga jo'natib qo'yamiz. Hozir sizlarga o'rgatib qo'yaman. Mana yog'ingarchilik boshlandi. Bahor yaqin, xudo xolasa yog'ingarchilik ko'p. Mana dvorniyda oyna artadiganini ko'rsatib qo'yaman. Sekundini ko'paytirish, kamaytirishni o'rgatib qo'yaman. Yoqdingiz, o'chirdingiz. Yana bitta yoqib qo'yadi, sekund ko'payaveradi mana. Ko'rasizlarmi o'zi mana? O'chirib turib 5 sekunddan keyin yoqasiz. Yana sekund ko'payadi. Mana ko'rasizlarmi? Mana o'chirib yana bitta yoqib qo'yasiz, tezroq artishni boshlaydi. Lifehackimiz yoqqan bo'lsa, likelarni bosib tashlaysizlar akalar, kommentda o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat.